Bu. Hurmatli birinchi kurs talabalari, yani oliy matematika fanidan bugungi o'tadigan mavzumiz birinchi mavzumiz determinant va ularning xossalari degan mavzu. Hurmatli talabalar, buni yaxshilab eshitib, buni yaxshi o'rganib olishimiz kerak. Shu determinantdan boshlanadi. Birinchi darslarimiz. Demak, aytaylik, biror A, B, S, D sonlar berilgan bo'lsin. Ushbu mana bu A, S, B, D mana shu tartibda yozilgan ifoda ikkinchi tartib determinant deyiladi. Va mana shu determinantimiz A, D minus B'si ayirma esa uning qiymati deyiladi. Demak, quyidagicha yozamiz. A, S ustun B, D ikkinchi ustun. Mana shu determinantimiz quyidagicha teng A, D minus B'si deb, demak, ayirma ikkinchi tartibli determinant hisoblanadi. Endi bizda uchinchi tartibli determinant bo'lsa, ya'ni uchta satr, uchta ustundan iborat. Ya'ni A1-1, A1-2, A1-3. Ikkinchi A2-1, A2-2, A2-3, A3-1, A3-2, A3-3. Mana bu quyidagicha hisoblanadi ekan. Mana shu uchinchi tartibli determinant deyiladi. Birinchi bosh diagonal hisoblanadi mana. A1-1, A2-2, A3-3 plus keyingisi A1-2, A2-3, A3-1. Keyingisi A2-1, A3-2, A1-3. Bu determinantimizni hisoblashimiz, ya'ni uchburchak usuli ham deyishadi. Keyingisi mana yordamchi diagonal A3-1, A2-2, A1-3. Keyingisi A3-2, A2-3, A1-1 mana burchakka keladi. Keyingisi A1-2, A2-1, A3-3. Mana shu uchburchak usuli mana birinchi plus nimasi mana shunaqa yoziladi mana birinchi nimasi. Bosh diagonal mana strelka bo'yicha hisoblanyapti. Ikkinchisi mana uchburchak mana burchakka keladi. Keyingisi A2-1, A3-2 bu A3-1. Keyingisi qarang, yordamchi diagonal mana birinchi mana bu hisoblanyapti. A3-1, A2-2, A1-3. Keyingisi A3-2, A2-3 va A1-1. Keyingisi A1-2, A2-1 burchakka keladi, A3-2 mana bu hisoblanyapti. Endi determinantlarning xossalari. Determinantning biror yo'li unga mos ustunlari bilan almashtirilsa, determinantning qiymati o'zgarmaydi. Birinchi xossa. Ikkinchi xossamiz, determinantning ixtiyoriy ikkita yo'lini yoki ikkita ustunni o'zaro almashtirsak, determinantning qiymatini o'zgarmasi uning ishorasi qarama-qarshi ishorasiga o'zgaradi ekan. Mana shu almashtirganimizda qarama-qarshi ishoraga o'zgaradi. Birinchi natija, determinantning ikkita yo'li yoki ustuni bir xil bo'lsa, determinantning qiymati 0 ga teng bo'ladi. Uchinchi, determinantning ixtiyoriy yo'lida yoki ustunida turgan barcha elementlarning o'zgarmas k soniga ko'paytirilsa, determinantning qiymati ham k marta ko'payar ekan. To'rtinchi, determinantning biror yo'li yoki ustunidagi barcha elementlar 0 ga teng bo'lsa, determinantning qiymati 0 ga teng bo'ladi. Bu xossalarning isboti yuqorida keltirilgan uchinchi xossani bevosita kelib chiqadigan nimamiz, xossamiz ekan. Hop, beshinchi determinantning ixtiyoriy ikkita yo'li yoki ustuni o'zaro proporsional bo'lsa, determinantning qiymati
nolga teng bo'lar ekan. 6. Agar 3-chi tarafli determinantning biror yo'li ustunidagi elementlar ikki qo'shiluvchilar yig'indisidan iborat bo'lsa, masalan, manaqa A11, A12, A13, A21 plus alfa 1, A22 plus alfa 2, A23 plus alfa 3, A31, A32, A3. Bu holda demak ushbu miqdorni quyidagicha ham yozish mumkin ekan. Mana -1ning I plus k'inchisi M2k miqdor 3-chi determinant A2k elementining algebraik to'ldirishlarini deyiladi va A2k orqali belgilanadi. Ya'ni A2k algebraik to'ldiruvchi -1 I plus k M2k. 4-chi determinantning biror yo'li ustunida turgan barcha elementlarining ularga mos algebraik to'ldirishlari bilan ko'paytmasidan tashkil topgan yig'indi shu determinantning qiymatiga teng. 8. Determinantning biror yo'li ustunida turgan barcha elementlari bilan boshqa yo'ldagi ustunida turgan mos elementlarining algebraik to'ldirishlari ko'paytmalarida tashkil topgan yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. Hurmatli talabalar, mana shu 2 va 3 tarafli determinantni hisoblash, ya'ni uchburchak usuli bilan hisoblash ma'ruzasini o'tib berdik. Mana shu bir qancha misollar orqali bularni qarab chiqishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.